Jang san'atlari arenasi. Peylin, Pey oilasining kichik a'zosi. Omadsiz. O'rningdan tur. Obro'li bo'lgan Pey oilasining farzandi. Sen juda kuchsizsan. Boyagi maqtanchoq bola qani? Ha? Hozir senga nima bo'ldi? Rostdan hech narsaga yaramaysan. Qoidalarga ko'ra mag'lub otlarni tagini tozalash kerak. 1 yil davomida unga ish qurollarini olib kelib bering. Seni ishlashda omad tilayman. Qani bo'la qol. Ha? Ushbu drama Maestro dab jamoasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Bosh homiy Izzahora va Bobur Mirzo. Hali ham kuch bormi? Safdoshlar, e'tibor bermanglar. Davom etish vaqti keldi. Kelinglar, kelinglar. Rahmat, Peyling. Unga qaranglar. Bo'ldi, ketamiz. Osmon judayam adolatsiz. Nima bo'ldi? Men vaqtni kesib o'tdim. Ha? Naqadar dahshatli boshlanish. Takabbur oila dahosi. Uning ruh yildizlari parchalandi va oddiy odamga aylandi. Ey! Lekin men senga aytaman, sen ham